har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turaverardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismingni bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda narsalar. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga, osmonga, o'tgan ketgan odamlarga qararding. Seni ko'zlaring dunyodagi eng chiroyli ko'rinadi. Qo'llaring nozikkina, har bir harakating o'zingga yarashib bo'ladi. Men haqimda so'raganda xursand bo'lib ketganman. Ichimda ozgina seni olib qoldi. Sen urushayotgan kunimni hech qachon unutmayman.